Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Agar siz may oyida nafaqa pulingizni muammosiz, to'liq va oz vaqtida olmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozir aytadiganlarim nafaqat sizning moliyaviy barqarorligingizga, balki kelajakdagi nafaqa ta'minotingizga ham bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun bir daqiqangizni ham yo'qotmasdan videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun o'ta muhim. Hatto bu sizga taalluqli emasdek tuyulsa ham, baribir tinglang, chunki yaqinlaringizga, qo'shnilaringizga yordam berishingiz mumkin. Keling, gapni cho'zmaylik. Sizdan esa kichik iltimos, videoga hoziroq like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi foydali ma'lumotlarni yetkazishda katta yordam beradi. Qadrli yurtdoshlar, bilasiz, avvallari ko'p narsalar odamning bevosita ishtirokisiz, avtomatik tarzda hal bo'lardi. Pensiya hisoblash, to'lovlarni amalga oshirish jarayonlari ma'lum bir tartibda o'rnatilgan edi va ko'pincha sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmasdi. Siz shunchaki oy oxirida yoki boshida bank kartangizni olib, pulingizni yechib olardingiz yoki pochtachi nafaqangizni uyingizga olib kelardi. Bu qulay edi, to'g'rimi? Ammo, hurmatli do'stlar, hozirgi zamon o'zgarishlar davri. Jamiyatimizda, iqtisodiyotimizda va ijtimoiy sohada kechayotgan islohotlar pensiya jamg'armasi faoliyatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Oxirgi yillarda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Yangi qonunlar, qarorlar qabul qilinmoqda. Bularning barchasi bir maqsadga qaratilgan: aholiga qulaylik yaratish, ortiqcha byurokratiyadan qochish va har bir fuqaroning huquqlarini to'liq ta'minlash. Biroq bu o'zgarishlar bilan birga bizdan ham ma'lum bir faollik va mas'uliyat talab etilmoqda. Endi nafaqa tizimi faqatgina passiv kutish bilan ishlamaydi. Ba'zi hollarda hatto may oyida nafaqa pulini olish uchun ham sizdan aprel oyining oxirigacha aniq harakatlar talab qilinishi mumkin. Bunga sabablar ko'p. Masalan, pensiya jamg'armasi o'z ma'lumotlar bazasini yangilab turadi, xatolar va noaniqliklarning oldini oladi. Shu bilan birga nafaqaxo'rlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shuning uchun bugun men sizga aprel oyining oxirigacha albatta bajarishingiz kerak bo'lgan 5 ta muhim narsani tushuntirib beraman. Bu sizning may oyidagi nafaqa to'lovlarida hech qanday muammo bo'lmasligini ta'minlaydi. Keling, birinchi banddan boshlaylik. Birinchi muhim narsa shaxsiy ma'lumotlaringizni va bank rekvizitlaringizni tekshirish. Bu ko'pchilikka oddiy tuyulishi mumkin, lekin aynan shu jihat ko'plab tushunmovchiliklarga va nafaqa kechikishlariga sabab bo'ladi. Siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarning pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri ekanligiga va bank hisob raqamingiz, ya'ni plastik kartangiz ma'lumotlari yangi va amalda ekanligiga ishonch hosil qilishingiz shart. Nima uchun bu muhim? Birinchidan, plastik kartalarning muddatlari o'tadi. Tasavvur qiling, sizga berilgan bank kartasining amal qilish muddati 2024 yil aprel oyida tugaydi. Agar siz aprelning oxirigacha bu kartani yangilamasangiz, may oyida nafaqa pulingiz eski kartaga o'tkaziladi, lekin uni yecha olmaysiz. Bank tizimi muddatidan o'tgan kartalarga to'lovlarni o'tkazmaydi yoki o'tkazsa ham, siz uni ishlatish imkoniga ega bo'lmaysiz. Natijada pul qaytib ketadi va siz bir necha kun yoki hatto hafta davomida nafaqasiz qolishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda qaytgan pulni qayta yuborish jarayoni ham vaqt talab qiladi. Ba'zida qo'shimcha ariza yozish kerak bo'ladi. Misol keltiraylik, Marhamat opa 70 yoshda. U har oyda nafaqasini Xalq bankidan oladi. Uning plastik kartasining amal qilish muddati 24/24, ya'ni 2024 yil aprel oxirida tugaydi. Marhamat opa bunga e'tibor bermadi. May oyining boshida u supermarketga kirib, mahsulotlar uchun to'lov qilmoqchi bo'ldi, lekin kassa xodimi uning kartasi noto'g'ri ekanligini aytdi. Marhamat opa bankka bordi va kartasining muddati o'tganini bildi. Endi u yangi karta olishi va pulni qayta o'tkazish uchun ariza yozish kerak. Bu jarayon bir necha kunni, hatto hafta o'rtasini ham olishi mumkin. Bu paytda esa unga dori-darmon yoki oziq-ovqat uchun zudlik bilan pul kerak bo'ladi. Shuning uchun kartangizga qarang, uning amal qilish muddati qachon tugashini tekshiring. Agar aprel oyida yoki yaqin oylarda tugaydigan bo'lsa, uni oldindan yangilab qo'ying. Ikkinchidan, shaxsiy ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlar, masalan, yashash manzili, telefon raqam.
Agar siz qochib o'tgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, yoki sizning pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasidagi telefon raqamingiz eski, endi ishlamaydigan raqam bo'lsa, bu ham muammolarga olib kelishi mumkin. Ba'zi muhim xabarlar, to'lovlar haqidagi ma'lumotlar yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi haqidagi eslatmalar sizga yetib bormasligi mumkin. Hozirgi kunda simiz xabarlar orqali ko'plab muhim ogohlantirishlar yuborilmoqda. Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa, siz bu xabarlardan bexabar qolasiz. Kimlar ayniqsa xavotirlanish kerak. Uzoq vaqt davomida oz ma'lumotlarni hech qachon yangilamaganlar, manzilini yoki telefon raqamini o'zgartirganlar, shuningdek, bank kartasining amal qilish muddati tez orada tugaydiganlar. Bu hamma uchun, ayniqsa yuqoridagi holatlarga tushib qolganlar uchun dolzarb. Ikkinchi muhim narsa, maxsus imtiyozlar yoki qayta hisoblash uchun hujjatlarni topshirish. Ba'zi nafaqaxo'rlarimiz nafaqa miqdoriga ta'sir qiluvchi yoki yangi imtiyozlar beruvchi o'zgarishlarga duch kelishadi, lekin ular bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermaydilar. Natijada ular o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'dan mahrum bo'lib qoladilar. Qanday holatlar nazarda tutilmoqda? Misol uchun, sizning qaramog'ingizda yosh bola paydo bo'lishi mumkin. Ehtimol, nevarangizni o'zingiz tarbiyalayotgandirsiz yoki biror sabab bilan farzandingiz sizning qaramog'ingizga o'tgandir. Qonunchilikka ko'ra, ba'zi hollarda qaramog'ida oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun nafaqa miqdori qayta hisoblanadi va oshiriladi. Agar siz bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot bermasangiz, bu imtiyozdan foydalana olmaysiz. Yana bir misol, nogironlik darajasining o'zgarishi. Kimdir avvaliga birinchi guruh nogironi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik uning holati yaxshilanib, ikkinchi guruhga o'tkazilishi mumkin. Yoki aksincha, ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tishi mumkin. Har bir guruh uchun nafaqa miqdori har xil bo'ladi. Agar sizda bunday o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa va siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermasangiz, eski ma'lumotlar asosida nafaqa olishda davom etasiz. Yoki kamroq nafaqa olib qolasiz, yoki noto'g'ri ortiqcha to'lov olib, keyinchalik uni qaytarishga majbur bo'lasiz. Qo'shimcha ish staji ham muhim. Ba'zi nafaqaxo'rlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etishadi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ma'lum bir muddat ishlagan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga hujjatlarni taqdim etsangiz, sizning nafaqangiz qayta hisoblanishi va oshirilishi mumkin. Ammo ko'pchilik buni bilmaydi yoki e'tiborsiz qoldiradi. Agar siz o'tgan bir yil davomida ish stajiga ega bo'lgan bo'lsangiz, aprel oxirigacha tegishli hujjatlarni, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma topshirib, may oyidan boshlab ko'proq nafaqa olishingiz mumkin. Misol, Dilshod aka 68 yoshda, u ikkinchi guruh nogironi edi. Yaqinda uning sog'ligi yomonlashdi va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMEK) xulosasiga ko'ra, unga birinchi guruh nogironligi berildi. Lekin Dilshod aka pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berishni unutdi. Natijada u may oyida ham eski ikkinchi guruh nogironligi uchun belgilangan nafaqa miqdorini oladi. Agar u aprel oxirigacha TMEK xulosasini pensiya jamg'armasiga topshirganida edi, may oyidan boshlab unga birinchi guruh nogironligi uchun yuqoriroq nafaqa tayinlangan bo'lardi. Bu esa uning turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilardi. Shunday ekan, o'z vaziyatingizni qayta ko'rib chiqing va agar yuqorida aytilgan holatlardan biri sizga tegishli bo'lsa, zudlik bilan harakat qiling. Kimlar xavotirlanishi kerak? O'zlarining shaxsiy, oilaviy yoki sog'liq holatlarida pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar ro'y bergan barcha nafaqaxo'rlar. Uchinchi muhim narsa, yashash sharoitlaridagi o'zgarishlar haqida xabar berish. Bu ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar yoki ma'lum bir shartlar asosida nafaqa oluvchilar uchun muhim. Agar sizning yashash sharoitingizda yoki oilaviy holatingizda nafaqa olish huquqiga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar yuzaga kelgan bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar berishingiz shart. Qanday o'zgarishlar nazarda tutilmoqda? Eng keng tarqalgan misollardan biri chet elga doimiy yashashga chiqib ketish. Agar nafaqaxo'r O'zbekiston hududidan tashqariga doimiy yashash uchun qochib ketsa, uning nafaqa olish tartibi o'zgaradi yoki ba'zi hollarda nafaqa to'lovi to'xtatilishi mumkin. Agar siz bu haqda xabar bermasangiz va nafaqa pulini olishda davom etsangiz, bu qonunbuzarlik hisoblanadi va sizdan ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talab qilinadi.
Bu nafaqat katta moliyaviy muammolarga, balki huquqiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Boshqa bir misol, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi. Agar bu nafaqa sizning voyaga yetmagan farzandingiz yoki qaramogingizdagi shaxs uchun tayinlangan bo'lsa va u balogat yoshiga yetgan, ishlashni boshlagan, turmush qurgan yoki boshqa bir sababga ko'ra sizning qaramogingizdan chiqqan bo'lsa, bu haqda ham darhol xabar berishingiz shart. Aks holda sizga noto'g'ri ravishda nafaqa to'lanishda davom etadi. Misol, Karim aka bobosi edi. Uning qaramogida marhum o'g'lining 7 yoshli qizi bor edi va Karim aka unga boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olardi. Qiz endi 18 yoshga to'ldi va kollejga o'qishga kirdi. Lekin Karim aka bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi deb tasavvur qilaylik. Kollejda o'qish imtiyozni saqlashga sabab bo'lsa ham, ba'zi yosh cheklovlari va o'qish turi bilan bog'liq shartlar bo'lishi mumkin. Agar qiz kollejni tamomlagan yoki o'qishni tashlab ishlashga kirgan bo'lsa, Karim akaga nafaqa noto'g'ri to'lanayotgan bo'lardi. Pensiya jamg'armasi har doim ham avtomatik ravishda bunday ma'lumotlarni o'z vaqtida ololmasligi mumkin. Keyinchalik tekshiruvlar natijasida bu ma'lumot aniqlansa, Karim akadan ortiqcha to'langan barcha mablag'ni qaytarish talab qilinadi. Bu esa keksa yoshdagi kishi uchun jiddiy moliyaviy yuk bo'ladi. Shuning uchun, agar sizning oilaviy holatingizda, yashash manzilingizda yoki sizning nafaqa olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa biror o'zgarish bo'lsa, aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, bu haqda xabar berishingiz shart. Kimlar ayniqsa xavotirlanish kerak? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar, chet elga qochib ketishni rejalashtirayotganlar yoki oilaviy ahvolida muhim o'zgarishlar, masalan, nikoh, ajralish, yuz bergan nafaqaxo'rlar. 4-chi muhim narsa, nafaqa olish huquqini tasdiqlash. Ba'zi nafaqa turlari uchun yoki ma'lum holatlarda nafaqa olish huquqini har yili yoki ma'lum bir muddatda tasdiqlab turish talab qilinadi. Bu odatda xavflar kamayishi yoki nafaqaxo'rning holati o'zgarishi mumkin bo'lgan holatlarda qo'llaniladi. Misol uchun, agar siz proksi orqali, ya'ni vakil orqali nafaqa olsangiz, ba'zi hollarda bu vakolatni yangilash yoki sizning tirik ekanligingizni tasdiqlashingiz talab qilinishi mumkin. Bu firibgarlikning oldini olishga qaratilgan chora. Agar siz o'z vaqtida bu tasdiqni taqdim etmasangiz, nafaqa to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Yana bir holat, bu ba'zi imtiyozli nafaqa turlari uchun har yili tibbiy ko'rikdan o'tish va ma'lumotnoma taqdim etish zarurati. Masalan, ayrim nogironlik nafaqalari uchun har yili sog'liq holatini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etish talab qilinadi. Agar siz bu talabni bajarmasangiz, may oyida nafaqa pulingizni olmasligingiz mumkin. Misol, Oktam aka 75 yoshda, u nogironligi sababli imtiyozli nafaqa oladi. Har yili aprel oyida u hududiy poliklinikadan ma'lum bir tibbiy ko'rikdan o'tib, sog'ligi haqida ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga topshirish kerak. Bu yil u bu haqda unutdi. May oyining boshida uning kartasiga pul tushmadi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida, unga ma'lumotnoma taqdim etilmaganligi sababli nafaqa to'lovi to'xtatilganligi aytildi. Oktam aka ma'lumotnomani olib borgandan keyingina to'lovlar qayta tiklandi, lekin u bir necha kun nafaqasiz qoldi. Bu kabi holatlarga tushib qolmaslik uchun, agar sizga oldindan bu kabi talablar qo'yilgan bo'lsa, ularni bajarishni unutmang. Kimlar ayniqsa xavotirlanish kerak? Imtiyozli nafaqa oluvchilar, nogironligi bo'yicha nafaqa oluvchilar va o'z nafaqasini vakil orqali oladigan shaxslar. O'zbekistonda ba'zi nafaqa turlari uchun har yili tiriklikni tasdiqlash talab qilinishi mumkin, ayniqsa chet elda yashayotgan nafaqaxo'rlar uchun. Shuning uchun bu band ham juda muhimdir. 5-chi va oxirgi muhim narsa, yangi ijtimoiy imtiyozlar yoki bir martalik to'lovlar uchun ariza topshirish. Hukumatimiz nafaqaxo'rlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida doimiy ravishda yangi dasturlar, bir martalik moddiy yordamlar yoki qo'shimcha imtiyozlar joriy etadi. Ko'pincha bu dasturlar ma'lum bir muddatda ariza topshirishni talab qiladi. Agar siz bu imkoniyatlardan xabardor bo'lmasangiz yoki o'z vaqtida ariza topshirmasangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'dan mahrum bo'lasiz. Misol uchun, har yili Ramazon hayiti yoki Navro'z bayrami arafasida kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga bir martalik moddiy yordamlar ajratiladi. Bu kabi yordamlar ko'pincha ma'lum bir muddat ichida murojaat qilishni talab qiladi.
Agar aprel oyida shunday bir dastur e'lon qilingan bo'lsa va uning arizalar qabul qilish muddati aprel oxirida tugasa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Yana bir misol, kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiyalar. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar, ba'zi kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Agar siz shu toifaga kirsangiz va bunday yordam e'lon qilingan bo'lsa, uni olish uchun tegishli hujjatlarni topshirishingiz kerak bo'ladi. Hukumat va pensiya jamg'armasi saytlaridagi yangiliklarni kuzatib boring. Misol, Zuhra buvi 80 yoshda, u yolg'iz yashaydi. Uning eshitishi ham ancha zaiflashgan. Yaqinda hukumat tomonidan kam ta'minlangan yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun bahorgi mavsumda meva-sabzavot xaridlari uchun bir martalik moddiy yordam ajratilishi haqida e'lon qilindi. Arizalar aprel oyining 25 kunigacha qabul qilinishi belgilangan edi. Zuhra buvi bu haqda radiodan eshitdi, lekin tushunmadi. Qo'shnisi ham unga to'liq tushuntira olmadi. Natijada u ariza topshirishga ulgurmadi va o'ziga tegishli bo'lgan yordam pulini ololmay qoldi. Agar u bu videoni tomosha qilganida yoki kimdir unga aniq tushuntirganida edi, u albatta ariza topshirib, o'z moddiy ahvolini yaxshilashi mumkin edi. Kimlar ayniqsa xavotirlanish kerak. Har bir nafaqaxo'r, ayniqsa kam ta'minlangan, yolg'iz, nogironligi bo'lgan yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi shaxslar doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borish va qanday yangi imkoniyatlar paydo bo'lganini bilish juda muhim. Endi esa, hurmatli do'stlar, ushbu 5 ta muhim bandni batafsil ko'rib chiqqanimizdan keyin, ba'zi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlar haqida ham to'xtalib o'tsak. Istisnolar kimlar uchun? Yuqorida aytilgan qoidalar asosan umumiy holatlar uchun. Biroq har bir qoidaning o'z istisnolari bor. Misol uchun, ma'lum bir guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning ayrim kategoriyalari, agar ularning nogironligi umrbod deb belgilangan bo'lsa, har yili tibbiy ko'rikdan o'tishga majbur emas. Shuningdek, nafaqasini uzoq muddatdan beri o'z vaqtida hech qanday muammosiz olib kelayotgan, shaxsiy ma'lumotlari, manzili yoki bank rekvizitlari o'zgarmagan nafaqaxo'rlar uchun 1 va 3 banddagi tekshiruvlar shunchaki tekshiruv xarakterida bo'lishi mumkin. Ya'ni ular uchun favqulodda harakat talab qilinmasligi mumkin. Lekin shunga qaramay, har bir nafaqaxo'rning o'z holati noyob bo'lganligi sababli bir marta pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, o'z ma'lumotlarini aniqlashtirishi zarar qilmaydi. Ayniqsa, mobil telefon raqamingiz to'g'ri kiritilganligini va kartangizning muddati yaqin orada tugamasligini tekshirish doim foydali. Tuzoqlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar. 1. Aldovlar. Afsuski, firibgarlar har doim faol. Ular ko'pincha keksa yoshdagi fuqarolarning ishonuvchanligidan foydalanishga urinishadi. Sizga pensiya jamg'armasidanmiz deb telefon qilib, karta raqamingiz, PIN kodingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Eslab qoling, hech qachon hech qanday tashkilot, jumladan pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali kartangizning PIN kodi, TUT kodi yoki bir martalik SIM kodlarni so'ramaydi. Bunday qo'ng'iroqlarga javob bermang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga aytmang. Agar shubhali holat yuzaga kelsa, darhol bankning ishonch telefoniga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. 2. Vositachilar. Ba'zida ba'zi kishilar pensiya jamg'armasida tanishlarim bor, ishingizni tezda hal qilib beraman deb sizdan pul talab qilishlari mumkin. Aslida barcha xizmatlar pensiya jamg'armasi bo'limlarida yoki davlat xizmatlari markazlarida bepul amalga oshiriladi. Hech qanday vositachiga pul bermang. Bu nafaqat noqonuniy, balki sizni moliyaviy yo'qotishlarga ham olib kelishi mumkin. 3. Noto'g'ri ma'lumot berish xavfi. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari orasida ham xatolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni topshirishda diqqatli bo'ling. Barcha kvitansiyalar va qog'ozlarni saqlab qo'ying. Agar sizga berilgan ma'lumot yoki bajarilgan ish sizning ko'nglingizdagidek bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki pensiya jamg'armasining markaziy apparatiga murojaat qilish huquqingiz bor. 4. Har bir nafaqa turi o'ziga xos talablarga ega.
O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunida nafaqa turlari, yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik va ularning har biri uchun alohida talablar aniq belgilangan. Shuning uchun o'z nafaqa turining o'ziga xos xususiyatlarini bilish juda muhim. Agar bilmasangiz, mutaxassislardan so'rashdan tortinmang. Eng muhimi, hurmatli do'stlar, o'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan qo'rqmang. Davlat fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga harakat qilmoqda. Sizdan esa faqatgina belgilangan tartibda harakat qilish talab qilinadi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Yuqorida aytilgan 5 ta band bo'yicha aniq qadamlar, qayerga murojaat qilish kerakligi va qanday hujjatlar kerakligi haqida gaplashamiz. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni tahlil qiling. Videoda aytilgan 5 ta bandni birma-bir o'qing yoki qayta eshiting. Qaysi biri sizga taalluqli ekanligini belgilab oling. 1. Plastik kartangizning muddati o'tganmi yoki tez orada tugaydimi? 2. Manzilingiz, telefon raqamingiz o'zgarganmi? Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar bilan solishtirib ko'ring. 3. Yangi ish stajiga ega bo'ldingizmi? 4. Nogironlik darajangiz yoki qaramoqingizdagi shaxslar soni o'zgarganmi? 5. Oilaviy ahvolingizda nafaqa olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar, masalan, chet elga ko'chish, qaramog'idagi shaxsning mustaqil bo'lishi yuz berganmi? 6. Sizga har yili ma'lumotnoma yoki vakolatni yangilash talab qilinadimi? 7. So'nggi paytlarda nafaqa hollar uchun yangi yordam yoki imtiyozlar e'lon qilingani haqida eshitdingizmi? Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning harakatlaringiz bandning turiga qarab farq qiladi. 1. Bank rekvizitlarini yangilash. Plastik karta muddati siz xizmat ko'rsatuvchi bankning, masalan, Xalq banki, Agrobank, Ipoteka bank vaqti. O'zingizga yaqin filialiga borishingiz kerak. U yerda yangi plastik karta ochish yoki eski kartani yangilash bo'yicha ariza yozasiz. 2. Shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, manzil, telefon, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Hozirda ko'plab ma'lumotlar Mi.gov.uz portali orqali ham yangilanishi mumkin. 3. Maxsus imtiyozlar yoki qayta hisoblash uchun hujjatlar. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. 4. Yashash sharoitlaridagi o'zgarishlar haqida xabar berish. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga. 5. Nafaqa olish huquqini tasdiqlash. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, agar tibbiy ko'rik talab qilinsa, poliklinika yoki shifoxonaga murojaat qilasiz. 6. Yangi ijtimoiy imtiyozlar yoki bir martalik to'lovlar uchun ariza topshirish. Ko'pincha bu xizmatlar tixim orqali yoki bevosita pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Ba'zida elektron ariza berish imkoniyati ham mavjud. Mi.gov.uz. 3-qadam, qanday hujjatlar kerak? Umumiy hollarda sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport asli va nusxasi. Nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. Bank kartasi ma'lumotlari agar bankka murojaat qilsangiz. O'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Yangi ish staji uchun mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish staji va oylik maosh haqida. Nogironlik darajasi o'zgarganda, tibbiy mehnat ekspert komissiyasining TMEK yangi xulosasi. Qaramog'idagi shaxslar soni o'zgarganda, tugilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, agar tegishli bo'lsa, yashash joyidan ma'lumotnoma. Yashash manzilini o'zgartirganda, kadastr pasporti, doimiy ro'yxatga olish haqidagi ma'lumotnoma. Tiriklikni tasdiqlash uchun ba'zida shaxsan borishning o'zi kifoya, ba'zida esa yashash joyi bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Yangi ijtimoiy imtiyozlar uchun e'lon qilingan dasturning talablariga qarab qo'shimcha hujjatlar, masalan, kam ta'minlanganlik haqida ma'lumotnoma, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 4-qadam, qanday yozish kerak? Aksariyat hollarda sizga pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi xodimlari tomonidan tayyor ariza namunalari taqdim etiladi. Sizga faqatgina shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritish va imzo qo'yish talab qilinadi.
Agar o'zingiz mustaqil ariza yozishingiz kerak bo'lsa, u qisqa, aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Arizaning yuqori o'ng burchagida kimga muassasa nomi, masalan, pensiya jamg'armasi, tumani bo'limi boshligiga va kimdan sizning FIO, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz ekanligi yoziladi. Ortada ariza so'zi yoziladi. So'ngra sizning murojaatingiz sababi qisqa va aniq bayon etiladi. Masalan, meni sababli nafaqamni qayta hisoblashingizni so'rayman yoki plastik kartamning muddati o'tganligi sababli bank rekvizitlarimni yangilashingizni so'rayman. Oxirida sana va imzo qo'yiladi. Eng muhim narsa muddat. Barcha bu harakatlarni aprel oyining oxirgi kunigacha yakunlashingiz kerak. Har qanday kechikish may oyidagi nafaqa to'lovlarida muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qiling, vaqtni boy bermang. Ayniqsa, plastik kartani yangilash yoki yangi hujjatlar olish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, hurmatli nafaqaxo'rlar, bugungi video sizning moliyaviy barqarorligingiz va qonuniy huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan edi. Aprel oyining oxirigacha yuqorida sanab o'tilgan 5 ta muhim narsani bajarish sizning may oyida nafaqa pulingizni muammosiz olishingizni ta'minlaydi. O'z ma'lumotlaringizni tekshirish, yangi imtiyozlar uchun ariza topshirish, shaxsiy va oilaviy holatdagi o'zgarishlar haqida xabar berish, bularning barchasi sizning mas'uliyatingizda. Bu kichik harakatlar sizni kelajakdagi katta muammolardan qutqarishi mumkin. O'zingizga ehtiyot bo'ling, sog'ligingizni saqlang va bu muhim ma'lumotlarni yaqinlaringizga, qo'shnilaringizga ham yetkazing. Balki ular ham bu videodagi maslahatlarga muhtojdirlar. Bu boradagi fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularni o'qib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.